Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda GM kompaniyasi Spark ishlab chiqarishni to'xtatadi. Ichki ishlar organlari xodimlari fuqarolarga kuch ishlatgani aytilgan xabarlarga izoh berildi. Alvido Rayyan. Marokashda quvurga tiqilib qolgan 5 yashar bola vafot etdi. Endi har 15 kunda menga hisobot berasan. Prezident Buxoro viloyati hokimi yakshanba bo'lishiga qaramay 3 ta tumanda majlis o'tkazdi. Surxondaryoda xitoyliklar itlarni o'ldirib, bo'ynidan osib qo'yganligi aytilmoqda. Unga yaqin sudyalarga nisbatan intizomiy jazo qo'llaniladi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalida kuzatib borishingiz mumkin. Ichki ishlar organlari xodimlari fuqarolarga kuch ishlatgani aytilgan xabarlarga izoh berildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahri Qo'yliq hududida ichki ishlar organlari xodimlari xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilib, fuqarolarga nisbatan jismoniy kuch ishlatayotgani aks etgan video lavha tarqaldi. Holat yuzasidan shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi izoh berdi. Qayd etilishicha, xabar haqiqatdan yiroq. 2021-yil 31-dekabr kuni huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish, poytaxt aholisi va mehmonlarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida Toshkent shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i patrul post xizmati xodimlari Toshkentda xavfsiz poytaxt konsepsiyasi doirasida profilaktik tadbirlar o'tkazgan. Xodimlar aholiga nisbatan kuch ishlatmagan, hech kimga badan shikastlari yetmagan. Fuqarolardan ma'lumotlarni rasmiy manbalardan olishlarini iltimos qilamiz, deyiladi xabarda. Shuningdek, ichki ishlar bo'limi boshlig'i noto'g'ri xabarlarni tarqatish javobgarlikka sabab bo'lishi mumkinligini ham eslatib o'tgan. Ta'kidlanishicha, mazkur holat bo'yicha Toshkent shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i xodimlar tomonidan qo'shimcha tekshiruv o'tkazilmoqda. Alvido Rayyan. Marokashda quvurga tiqilib qolgan 5 yashar bola vafot etdi. Shimoliy Afrika hududida joylashgan Marokashda 30 metr chuqurlikdagi quvurga tiqilib qolgan 5 yoshli Rayyan ismli bolakay vafot etdi. Bu haqda Marokash qiroli Muhammad VI idorasi ma'lum qildi. Qirol Muhammad VI quduqqa tushib ketgan marhum bola Rayyanning ota-onasiga qo'ng'iroq qilib, ularga hamdardlik bildirdi. Qayd etilishicha, qutqaruvchilar bolakayni 5 kun deganda quvurdan olib chiqishga muvaffaq bo'lgan. Uni darhol tez yordam mashinasi olib ketgan. Operatsiya joyida tez yordam mashinasi va tibbiy vertolyot navbatchilik qilgan. Qutqaruvchilar bir necha soat oldin quvurga kislorod niqobi, oziq-ovqat va suv tushirishgan, ammo Rayyan ulardan foydalana olgani yoki yo'qligi aniq emas. Shanba kuni mahalliy televideniye qutqaruvchilar qazigan tunneldan sariq ko'rpaga o'ralgan bolani olib ketayotgani tasvirini namoyish etishgan. Buxoro viloyati hokimi yakshanba bo'lishiga qaramay 3 ta tumanda majlis o'tkazdi. Bugun 6-fevral haftaning yakshanba kuni Buxoro viloyatining Buxoro, Vobkent, G'ijduvon tumanlarida viloyat hokimi Botir Zaripov rahbarligida yig'ilish o'tkazildi. Bu haqda viloyat hokimligi matbuot xizmati ma'lum qilgan. Xabarga ko'ra, Botir Zaripov O'zbekistonda dam olish kuni deb berilgan, hatto kalendarga qizil bilan belgilab qo'yilgan sanada Buxoro tumani Kunjiqala mahallasidagi madaniyat markazida hokim yordamchilari hamda mahalla raislari bilan yig'ilish o'tkazgan. Yig'ilishda tumandagi 36 ta mahallada hokim yordamchilari tomonidan xonadonlarni xatlovdan o'tkazish, odamlarni tadbirkorlikka o'rgatish masalalari muhokama qilingan. Keyin hokim buva xuddi shu kabi yig'ilishni Vobkent va G'ijduvon tumanlarida ham o'tkazgan. Agar viloyat matbuot xizmatining rasmiy sahifasiga e'tibor beradigan bo'lsak, o'tgan haftadagi yakshanba, ya'ni 30-yanvar kuni ham Qorovulbozor tumanida Botir Zaripovning yig'ilish o'tkazganligini ko'rish mumkin. Unga yaqin sudyalarga nisbatan intizomiy jazo qo'llaniladi. Sudyalar Oliy kengashi bir qator sudyalarga nisbatan intizomiy jazo qo'llanilgani haqida ma'lum qildi. Qayd etilishicha, joriy yilning 4-fevral kuni mas'uliyatsizligi va yo'l qo'ygan kamchiliklari uchun poytaxt sudlarida faoliyat ko'rsatayotgan Parpiyev, jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudining sudyasi, Mengliyev, fuqarolik ishlari bo'yicha Mirobod tumanlar aro sudining sudyasi, Rajabov, Hamidov, Gulyamova, Ismoilov, Toshkent tumanlar aro iqtisodiy sudning sudyalari, Sabirov, jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tumani sudining raisi, Bobonov, jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tuman sudining raisi, Najimov, jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tuman sudining sudyasi intizomiy javobgarlikka tortildi. Endi har 15 kunda menga hisobot berasan. Prezident Shavkat Mirziyoyev Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasi faoliyatini tanqid qildi. Bunaqa o'yinlar ketmaydi. Endi o'zing va muovinlaring har 15 kunda menga hisobot berasan. Bu aravani tortish kerak, dedi Mirziyoyev. Men o'z qo'lim bilan tizim qilib berdim. Endi hammangga muovin berdim, odam berdim, tashkilot berdim, pul berdim, jamg'arma qilib berdim, rayonga tushirib berdim. Yana nima kerak sana hammangga? Galstuk kiyib yurishganman sanamman, yana bitta byurokrat paydo bo'ldimi san bosh. Bundaqa o'yinlar ketmaydi. Endi har
15 kunda menga hisobot berasan o'zing va maonlaring. Bu aravani tortish kerak. Bu sani aravang. Surxondaryoda xitoyliklar itlarni o'ldirib, bo'ynidan osib qo'yganligi aytilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra, itlarning vahshiylarcha o'ldirilishi bo'yicha holat kuzatilgan. Ma'lum bo'lishicha, Surxondaryo viloyatidagi Sharg'un shaxta deb ataladigan hududda xitoyliklar itlarga nisbatan shafqatsizlik qilmoqda. Ular itlarni o'ldirib, bo'ynidan osib qo'ygan. Bu borada ekologiyaga oid xabarlar beradigan Telegram kanallardan biri shunday yozdi: Itni o'ldirib, ilib qo'yishdan maqsad nima? Afsuski, o'ylarimiz xitoyliklarning itni iste'mol qilishi borasidagi gumonlarga yetaklamoqda. Chet elda hayvonlarni o'ldirganlarga 10 yil qamoq jazosi beriladi. O'zbekistonda-chi? Nega hayvonlarga shafqatsizlik qilganlar bemalol yurishi kerak? Xitoyliklar chet ellikman deb yurtimizda istagan ishni qilishi mumkinmi? Haqiqatdan ham vaziyat shu holatga kelguncha mutasaddilar qarab turibdimi? Ko'rinib turibdiki, bu itning o'ligi osilgan joyda odamlar yashaydi. Demak, qilgan gumonlarimiz haqiqatga yaqin. Biz holat bo'yicha rasmiy izoh kutamiz. Bu holatlarni jimgina bosti bo'lishidan norozimiz deya o'z fikrlarini yakunlagan post muallifi. Eslatib o'tamiz, sal avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda xitoylik fuqarolar tomonidan Qashqadaryo viloyati Kitob tumanida eshak so'yilgani haqida xabarlar tarqalganda, mazkur holat bo'yicha Kitob tumani hokimligi axborot xizmati munosabat bildirgandi. GM kompaniyasi Spark ishlab chiqarishni to'xtatadi. 2022-yilda General Motors kompaniyasi Spark xepchagini ishlab chiqarishni to'xtatib, uni dunyo bozoridan olib tashlaydi. Bu haqda kompaniya saytida xabar berildi deya yozmoqda xabar.uz nashri. Ularning aytishicha, Spark hozirgi davr uchun urfdan qolgan va 2021-yilda bu mashinaning dunyo bozoridagi sotilishi tushib ketgan. Uning o'rniga Trax kompaniyasi sotuvga chiqarilmoqda. Spark mashinasi O'zbekiston va Rossiya bozorlarida ancha bozorbop mashina hisoblanadi. Ko'pchilik uni arzon va ixcham bo'lgani uchun sotib oladi. Albatta, Amerika va O'zbekiston Spark mashinalari orasida ancha farq borligini aytib ketish kerak. Beruniyda qiz o'g'irlagan fuqaro ustidan tergov harakatlari boshlandi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati filiallarida tarqatilgan surat yuzasidan rasmiy ma'lumot berdi. Voqea shu yilning 4-fevral kuni Beruniy tumanida sodir bo'lgan. 2002-yilda tug'ilgan qiz va uning 2 tanishi unga turmushga chiqish maqsadida o'z ixtiyori bilan o'g'irlab ketishgan. Qiz 4-fevral kuni soat 21:00 larda Beruniy tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'iga ariza bilan murojaat qiladi. Mazkur holat yuzasidan Beruniy tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda.